tabiatga qarab olib, oyog'ingizni osiltirib olib, yotsangiz ham bo'lar ekan borku. Mazza-gana Zikr 9X ishoning bunaqa narxga hali menimcha ko'rmagansiz. Do'p-o'psalarni qarang. Lagan diskali, orqasida yana qayriladiganli, bejvi salon ranglisi ham orqasida yana qayrilishiga maza qilaman-da. Nayma akustika sistema bo'ladi, navrotlar shu darajada ko'p. Bu mashinani hali to'liq obzor qilganim yo'q, bilgan bo'lsanglar. O'tidan boshlab shunchaki narxini mana deb e'lon qilaman. O'zi bizda ham aslida shu. Yili, probegi, komplektatsiyasini aytaman. Mana narxi shunaqa. Ma'qul bo'lsa oling deb qo'yaman. Lekin buni narxi o'sha shikolat qo'yilyapti. Atigi 1,5 ming probeg, ya'ni bitta polniy bakka bo'shatilgandek gap. Bular bilasiz, gibrid, xohlasangiz faqat elektrda, xohlasangiz faqat benzinda, xohlasangiz gibridda yursangiz bo'ladi. Srochniga Lagan diskali. Mana shu 9X Max oldida ham ikkita monitorli. Shunga ahamiyat bering. 95,500 ga atigi bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring, ketib qoladi bunaqa narxga.